O'rtoqlar, yaqinda Instagram profilimizga joylashtirgan Tigachchi avtomat korobkaligini birgalikda sizlar bilan haydab ko'rgan edik. Videomiz sizlarga ancha yoqibdi, ko'p kommentariy, ko'p layk yig'ibdi. Shuning uchun bugun sizlarga Howo A6 Tigachini kabinasini ko'rsatib o'taman va birgalikda qisqacha test drive ko'ramiz. Mashinamiz Tigach Howo, xalq tilida aytadigan bo'lsak A6 Tigachi. O'zi modeli HV76 kabina deb ataladi. Bu Tigachimiz 1 mostlik, ressorlik, zavodskoy gaz bilan ta'minlangan mexanika korobkalik. Korobkasi 12 ta skorostlik, 6 ta skorostdan ega, 6 ta пониженный, 6 ta повышенный. O'zi Howo'larning ichida birinchi hammani tanitgan, obro' yig'a olgan mashina mana shu Tigach bo'ladi. Hamma yaxshi ko'rgan buni paytida. Endi bundan keyin yaxshilari chiqib, уже ancha bo'lib ketdi. Tigachimiz maksimalniy sodda, har taraflama. Bu yoqda juda ham kam elektronika, hamma narsa oddiy, sodda. Bir taraflama, men o'zim ham bu narsani ancha yaxshi ko'raman, chunki texnika qanchalik sodda, qanchalik oddiy bo'lsa, u shunchalik yaxshi. Bu texnika kam chiqim mashina hisoblanadi. Chunki elektronikasi kam, boshqasi kam. Mabodo ertaga katta yo'lda yurganingizda, yuk bilan ketayotganingizda qanaqadir muammoga duch keladigan bo'lsangiz ham, bu shunchalik soddaki, buni hattoki haydovchilarning o'zi joyida bartaraf qilib ketishligi mumkin. Ko'pchilik biladi, ko'pchilik haydab ko'rgan, buni korobkasi ozgina jo'stkroq bo'ladi, переключенияsi. Lekin shunga qaramasdan korobka juda ham mustahkam. Buni haydab yurgan odamlar agar bo'lsa, kommentariyada yozib ketishsin. Gapimga aniq bilaman, ular ham qo'shilishadi. Chunki korobkasi haqiqatdan mustahkam, zo'r chiqarilgan. Buni 2 mostlarni juda ham ko'pchilik odamlar haydagan, 1 mostdan ham nisbatan 60 tonna tortadigan joyda 80 tonna, 100 tonna, 120 tonnani ham tortishgan. Ya'ni korobkasi shunga turib bera olgan. Bu zo'r degani. Motor bu yoqda VCI motor turibdi, 420 ta ot kuch bor. Silindrlarni joylashuvi hammasi alohida porshilari. Splashnoy xuddi manladek emas, общий qilingan. Xo'p, orqaga yurganda Tigachda obzor yaxshi. Ikkita tarafimizda ham bakoylarimiz kattagina, hamma tarafdan ko'riladi. Slipoy zonamiz kabinaning oldida, o'ng tarafimiz bakoy tarafida slipoy zonaga zo'r ishlab beradigan hammasi bakoylar. Keyin aytib o'tish kerak, texnikani gidravlikasi yumshoq. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin, oddiy, og'ir emas. Pritsep bilan yurganingizda ham pritsep bilan поворотga kirishga zo'r. Orqaga manevr qilayotganda, chunki rul ko'proq orqaga yurganda ko'proq buriladi, ko'proq ishlatiladi, chem oldinga nisbatan. Buni o'zingizlar ham bilasizlar, pritsep bilan bitta rampaga kelish uchun yoki qanaqadir razgruskali joyga kelish uchun pritsepni kamida 2 marta oldinga orqaga yurish kerak bo'ladi. Endi salon haqida umumiy aytib o'tadigan bo'lsam, salonda hamma Tigachlardagi bittasi воздушный, bittasi elektrichеский. Salonimizda konditsioner bor, mana hozir ham ishlab turibdi. Kabinani zo'r muzlatib turibdi, 25 gradus qo'yganmiz. Klimat kontrol, necha gradus, necha temperatura kerak bo'ladigan bo'lsa, kabinani bemalol o'sha temperaturada ushlab beradi. Tablolarimiz, shitok priborlarimiz maksimalniy sodda, hammasi analogoviy, ya'ni strelkalik, elektrichеский emas. Bu ham bitta plus, chunki bu eng ishonchli narsalardan biri elektronikaga nisbatan. Mabodo ketadigan bo'lsa, maksimum tros ketadi. Tros yangi qo'yasiz, yana sizga 10 yil, 1000 yillab xizmat qilib beradi. Gazni qancha qolganini salondan ko'rsa bo'ladi. Mostdagi davleniyani ko'rsa bo'ladi. Akkumulyator berayotgan voltini kuzatib tursak bo'ladi. И motorning ichidagi moyi davleniyasini ham ko'rib ketsak bo'ladi. Bu yoqdagi knopkalarni hammanglar bilasizlar. Faralarni yoqish, o'chirish, klimat kontrol, avariyka, signal va most blokirovkasi. Qo'ldan kelgancha tushuntirib berdim. O'zini texnikasini maqtayapti deb o'ylamanglar. Kommentariyada aniq bilaman, ancha yillik opitga ega bo'lgan haydovchilarimiz bor. Meni gaplarim qanchalik to'g'ri? Necha yildan beri haydovchilik qilasiz? Siz bu texnikadan haydab ko'rganmisiz? Agar haydab ko'rgan bo'lsangiz, xolisona mayli, agar biror minusini biladigan bo'lsangiz, minusini ayting. Bu yerda 8 ta 150 talik, 4 ta 80 talik gaz ballon turibdi, jami 12 ta gaz ballon. Bitta zapravka bilan bu Tigachimiz, xo'sh. O'rta hisobda 550-600 kilometr masofani bosib o'tib beradi bizga. Ancha ekonomik mashina.
Xullas, o'zbek non topar mashinasida bu. O'zimizni Damas o'rniga. Faqat katta variantda. Atak tigach zo'r. Shu korobkasi demasa, korobkasi o'zi bir taraflama eng zo'r narsa. Uni pol avtomatik haydashadi, haydovchilar bilasizmi shuni? Nimaga bunaqa deydigan bo'lsa, bitta qo'zg'alish o'zi skor solinadi. Keyingilari o'sha mana seplenasiz. Ha. Oyog'im bu yoqda turibdi, o'sha bu yog'ini seplenasi tushirib ketaveradi hammasini. Faqat seplena qo'zg'alishda yoki to'xtaganda ishlatiladi. Shuning uchun ham pol avtomat ham bo'ladi. Seplenadan ko'ra biz sepleni tushirish bunda osonroq. Mana seplena bilan tushiramiz. Seplena bilan yaxshi tushdi. Bu bir xil payt shunaqa bo'lib qoladi. To'g'rimi? Yetib keting. Yonimdagilar kulishyapti, aka. Yetib keting, haydab ko'rgansiz. Kommentariyada yozib keting. Shunaqa bo'ladi o'zi. Hozir operatorni kulib tashyapsiz bundan. Keyingi videoda qaysi tigachni haydab ko'ramiz yoki qaysi texnikani haydab ko'ramiz. Xohlasanglar keyingilariga space texnikalarni ham haydab ko'rishimiz mumkin sizlar bilan. Agar qiziq bo'lsa sizlarga. Xohlaylar ekskavator, xohlaylar pogrushik, xohlasanglar umuman boshqa texnikalarni aytinglar, bizda borini biz sizlarga video qilib ko'rsatib beramiz.